Bu dunyodan ketadigan payt hammamiz aytadigan bitta gap bor. Buni bilasizmi? Alloh aytadi: "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Har bir nafs aytadi, har bir jon aytadi: Allohning oldida o'tkazib yuborganlarimga hasratlar bo'lsin, nadomatlar bo'lsin deydi. Bu qanaqa og'ir hasrat, o'ylab ko'ring. Bu dunyodan ketyapmiz, o amal daftarimiz la'natlar bilan, gunohlar bilan to'lgan bo'lsa, bu nafs aytadi: hasratlar bo'lsin o'tkazib yuborgan bekor umrimga, Allohning oldida yo'l qo'ygan kamchiliklarimga hasratlar bo'lsin, qaniydi bir rakat ko'proq namoz o'qiganimda edi. Hasratlar bo'lsin, qaniydi hijobimni o'raganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi $1 ko'proq sadaqa berganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi kredit olmaganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi bir bet ko'proq Qur'on o'qiganimda. Deb butun amallarga, Alloh buyurgan va biz qilmagan butun amallarga hasratlar bo'lsin deydi. Lekin u hasratning foydasi bormi? Qon yig'lasak ham, million marta uzr aytsak ham endi foydasi yo'q. Orqaga yo'l yo'q. Bu qanaqa katta yo'qotish? Umrimiz nihoyasiga yetdi. Umrimiz tugadi. Endi qahhor bo'lgan, yagona bo'lgan Allohning oldiga hisob bergani boramiz. Hamma narsa tugaydi. Tugadi endi. Amal daftarimiz yopildi. Shu o'qigan oxirgi namozimiz asr yoki shom, shu oxirgi namoz bo'ldi. Endi qayta namoz o'qiy olmaymiz. Biz bu kunni uzoq deb o'ylaymiz. Lekin bu juda ham yaqin bu. Balki bugun, balki ertaga. Alloh biladi.